Keyingi viloyat bizda Toshkent viloyati, Toshkent shahri emas, Toshkent viloyati bo'ylab biz yana bir Damas avtomobili, Damas Labo avtomobilini Toshkent viloyatining o'ziga ikkita Damas Labo o'yinga qo'yilgan ekan. Hozir Toshkent viloyatidan ikkita Damas egasini aniqlab olamiz. Bizni ko'rayotgan Toshkent viloyati savdo nuqtalari egalari, sizga omadli ishtirokchilar, hammangiz omadlisiz. Siz g'olib bo'lishingizga yaqin qoldi. Hozir raqamlar to'g'ri kelsa, sizning kuponingiz bilan biz Lototrondan tanlab olgan raqamlar bir-biriga to'g'ri kelsa, siz g'olib bo'lishingiz aniq. Shuning uchun bizni diqqat bilan kuzating. Yaqinroq telefon yoki qayerda ko'rayotgan bo'lsangiz, shunga yaqinroq o'tirib oling, diqqatliroq bo'ling va hozir bizga menejerlarimiz xabar berishyapti. Toshkent viloyatining o'zi ham ikkiga bo'lingan. Birinchi o'ynaydiganimiz Olmaliq. Olmaliq keyin qayer? Ohangaron, Angliya, Yangiyo'l. Mana shu tumanlar bo'yicha biz hozir g'oliblarni aniqlab olamiz. Mana shu tumanlardan bizni ko'rayotganlar bo'lsa, hozir siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Juda ham yaqin qoldi. Yangi yil uchun zo'r sovg'ani yuqorida aytganimdek, Pepsi Avtomaniya sizga taqdim etadi. Ushbu aksiya sizga mana shunday ajoyib sovg'alarni berishdan charchamaydi. Bunda tashqari siz trade umumiy 6000 dan ortiq ishtirokchi kuponlar hozir o'yinda bor, ya'ni 6000 ta ishtirok bemalol bizning o'yinimizda bor degani bu. Bundan tashqari siz Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush, Rockstar Sting mahsulotlarini trade pastki chiziqcha, promo pastki chiziqcha bot orqali, Telegram bot orqali qulay tarzda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtma berishingiz ham mumkin. Bemalol ushbu botdan yozib oling. Telegramga kiring. Trade pastki chiziqcha, promo pastki chiziqcha bot deb yozsangiz chiqib keladi. Kirasiz va ushbu botdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu sizga qulaylik uchun yaratilgan. Bemalol 3-yanvargacha ham undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir Toshkent viloyati bo'yicha yuqorida aytib o'tgan Olmaliq, Ohangaron, Angren tumanlari va Yangiyo'l tumanlari bo'yicha g'oliblarni aniqlab olamiz. Tomog'im quridi va menga yana Pepsi yordam beradi. Demak, birinchi xonamiz uchun qaysi raqam bo'lishi mumkin? Lototronni yaxshilab aylantirib, yana bitta raqamni tanlab olamiz. Demak, raqam qaysi? Xo'sh, Toshkent viloyatidan bizni ko'rayotganlar. Ikkita Damasni bugun sizga topshiramiz. Birinchi raqam 5. 5 raqam bilan boshlangan kupon egalari. Toshkent viloyati Ohangaron, Yangiyer, Angren, Olmaliq tumanlari. Xo'p, 5 raqam bilan boshlangan kupon egalari. Hozir bu nechta ekanligini bilib olamiz. 5 raqam bilan boshlangan kuponlar 5 ta. 615 ta. 5 raqam bilan boshlangan kuponlar 615 dan tashkil qilar ekan. Endi esa ikkinchi xonamiz uchun raqamlarni bilib olamiz. Ikkinchi xonamizda bizda qaysi raqam bor? Ikkinchi xonamiz uchun men shart tanlab oldim. Bilganingizdek, uning ichida raqam yashiringan va bu 6 raqami ekan. 5-6 raqam bilan boshlangan kuponlar. Nechta jami? Toshkent viloyati, Ohangaron, Olmaliq, Yangiyer, Angren tumanlari bo'yicha. Xo'sh, 5-6 raqam bilan boshlangan. Shu paytgacha bizdan mana shu Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush, Rockstar Sting mahsulotlarini xarid qilgan bo'lsangiz, sizning raqamlaringiz, kuponingiz raqamlari ham hozir o'yinda bor. Nechta ekan? 54 ta. Shunaqami? 5-6 raqamlar bilan boshlangan kuponlar 54 ta ekan. Va endi esa keyingi raqamlarni aniqlab olishimiz kerak. Har bir kupon 5 ta raqamdan tashkil topgan. Biz 5 ta xonadagi raqamni ham birin-ketin aniqlab olamiz. Aylantiramiz. Xo'sh. Yana bir hayajonli daqiqalar. Har bir viloyat uchun mana shu ayniqsa raqamlar tanlayotgan jarayonimiz eng uzoq kutilgan, hayajonlisi bo'lsa kerak. Chunki qaysi raqam tushadi, balki ularga to'g'ri kelarmikin, balki to'g'ri kelmasmikin. Demak, bizda raqam bor. Xo'sh, qaysi raqam? 0 raqami. 560 raqam bilan boshlangan kuponlar. 560 8 ta. Juda ham yaqin qoldik. 3 ta raqamni topdik. 3 ta xona uchun 560 raqamlari va ushbu raqamlar bilan boshlangan kuponlar esa 8 ta ekan. 8 ta kuponlardan yana
aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, bizda keyingi xona uchun raqam tanlandi. Agar to'g'ri kelsa, 6 raqami. 5 6 0 6 raqami. Yo'q, afsuski, shuning uchun buni qayta aylantiramiz. Xo'p. Sizni uzoq kuttirmaslik uchun tez raqamlarni tanlab olaman. Xo'sh, qaysi raqam endi qo'limda ekan? Bir raqami. 5 6 0 1 raqam bilan boshlangan kuponlar bormikan? Bor va ikkita ular soni. Har doimgidek yana ikkita ishtirokchi o'yinda qoldi. 5 6 0 1 raqamlari ikkita ishtirokchimiz bor. Olmaliq, Angren, Ohangaron, Yangi yo'l tumanlari hozir siz uchun Damas Labo avtomobilini o'ynayapmiz. Ikkita ishtirokchimiz qoldi, demak bizda yoki 2 yoki 3 raqami chiqishi kerak, shundaqami? Yoki 2 yoki 3 raqami bilan tugagan ishtirokchimiz kuponlari bizda g'olib bor. Bizda g'olib bor. Aynan 5 6 0 1 va yana bitta raqam 2 yoki 3 bo'lishi kerak. Mana shu raqamli kupon egasi siz g'olib bo'lishingiz tayin va allaqachon bizda g'olib bor. Ya'ni oxirgi raqam 2. 5 6 0 1 2 raqamli kupon egasi sizni tabriklaymiz. Siz g'olibsiz. Siz bugun Damas Labo egasiga aylandingiz. Yana bir marta tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Damas avtomobili yangi yil uchun sizga zo'r sovg'a bo'ldi. Bundan zo'r sovg'ani men uchun hali olmagansiz. Balki olgandirsiz, lekin men o'ylayman, bu eng zo'r sovg'a. Chunki ham tijorat qilyapsiz, ham sovg'aga ega bo'lyapsiz. Siz hech narsa yo'qotmayapsiz, faqat plyusdasiz. O'z tadbirkorlar faqat plyusda yurish kerak. Siz plyusdasiz. Demak, butun raqamlarni aniqlab oldik. Toshkent viloyati uchun birinchi Damas Labo egasi ham aniqlandi. Endi esa qolgan tumanlar uchun yana bir Damas Labo o'yinga qo'yilgan. Ularni ham aniqlab olishimiz kerak. Chirchiq, G'azalkent va Qibray. Chirchiq, G'azalkent va Qibray tumanlari uchun ham hozir Damas Labo egasini aniqlab olamiz. Ushbu tumanlardan bizni ko'rayotganlar Chirchiq, G'azalkent va Qibray. Bizni ko'rayotganlar hayajondamiz. Ochig'i men ham qaysi tumanligini bilmayman, lekin o'zingizda raqamlaringiz to'g'ri kelgandan keyin bilib olasiz. Qani qaysi biri g'olib bo'lar ekan? Qibraydan g'olib chiqarmikan, Chirchiqdan g'olib chiqarmikan yoki G'azalkentdan? Agar g'olib bo'lmasangiz ham kayfiyatni tushirmang, chunki yuqorida ham men sizga aytib o'tdim, hali oldinda bizni Tracker 2 avtomobili kutyapti. Yangi yilgacha ham mana zo'r sovg'ani beramiz. Yangi yildan keyin ham yil boshlanishiga sizga motivatsiya bo'lishi uchun zo'r Tracker 2 avtomobilni sizga sovg'a qilishga tayyormiz. Siz esa faqatgina Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush va Rockstar Sting mahsulotlarini xarid qiling, kuponlarni yig'ing. Qancha ko'p kupon yig'sangiz, Trackerni shuncha tezroq olasiz. Demak, bizda jami nechta kupon bor? 3300 dan ortiq kupon o'yinda bor. Juda ham zo'r natija, juda ham zo'r natija. 3300 ta kupon Toshkent viloyatining Chirchiq, Qibray va G'azalkent tumanlaridan yig'ilgan. 3300 tadan hozir esa atiga bittasi g'olib bo'ladi. Lekin g'olib bo'lmaganlar kayfiyatni tushirmang. Hali sizda imkoniyat bor. Va bizda endi birinchi xonani aniqlab olishimiz kerak. Birinchi xonamiz uchun xo'sh aylantirdik. Birinchi xonamiz uchun qaysi raqam? Qaysi raqam bizga omadli boshlanish bo'larkan? 4 raqami. 4 raqam bilan boshlangan kuponlar. 4 raqami ko'rib turibsiz. 4 raqam bilan boshlangan kuponlar. Xo'sh, jami 312 ta. 4 raqam bilan boshlangan kuponlar 312 ta. Aynan Qibray, G'azalkent va Chirchiq tumanlari ichida. Endi esa ikkinchi xonani tezlikda aniqlab olamiz. Oldinda bizni boshqa viloyatlar kutib turibdi. Qani. Bizda demak keyingi xonamiz uchun 5, 4, 5 ketma-ketlikda bo'ldi. 4 va 5 raqamlari bilan boshlangan kupon egalari g'oliblikka yaqin qolgansiz. Siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Tayyor turing. Taxmin qilib turing. Siz yutasiz. Men ishonaman. Xo'p, jami nechta? 4 5 bilan boshlangan raqamli kuponlar. 32 ta. 4 5 raqamlar bilan boshlangan kuponlar hozircha 32 ta. Aylantiramiz. Endi navbat siz
sezganingizdek 3-xonaga, 3-xonamizda ham yana bir raqam bizni kutib turibdi va ushbu raqam bugun sizga Damas yutib olishga sababchi bo'ladi, yordam beradi ushbu raqam. 5 raqami, ketma-ket 5lar, 4, 5, 5 raqam bilan boshlangan kuponlar soni nechta bo'lishi mumkin? Hozir menejerlarimiz ba'zidan qidirib ko'rishadi va sizga nechta ekanligini aytishadi. 4, 5, 5 bilan boshlangan kupon egalari. Siz 5 ta. 5lar. 5, 5, 5. 4, 5, 5 bilan boshlangan raqamli kupon egalari o'yinda 5 ta qoldi. Demak, hozir 3 ta 5 bor o'yinda. Demak, 5 kishidan hozir bir kishini aniqlab olamiz. Aylantirdik va 4-xonamiz uchun ham bitta raqamni topdik. Xo'sh, qaysi raqam bo'lishi mumkin? 4, 5, 5, yana 5 tushishi mumkin. Balki 4 tir, balki 7 ta. Xo'sh. Men 2 ekan. 4, 5, 5, 4, 5, 5, 2 raqami. G'olib bor bizda. Wow, tabriklaymiz g'olibni. Tezlik bilan topildi. 4, 5, 5, 2 bilan boshlangan kupon egasi siz g'olibsiz. Sizni tabriklaymiz. Siz Damas logo egasiga aylandingiz. G'oliblarni topganimizdan keyin shunaqa xursand bo'lyapman. 4, 5, 5, 2, 8 raqam egasini tabriklaymiz. Topdik. Demak, Chirchiq, Qibray, G'azalkent tumanlari ichidan 4, 5, 5, 2, 8 raqamli kupon egasi g'olib bo'ldilar va hamma qatori Damas logo egasiga aylandilar. Tez orada Damas sizga yetkazib beriladi va siz yangi Damasli bo'lasiz. Va siz yana davom eting. Sizga Damas, Pepsi Damas og'irgandan keyin siz yana unaqani xaridni oshirishingiz aniq. Pepsi'ni xarid qilasiz, Mirinda'ni xarid qilasiz, 7-Up'ni xarid qilasiz, Mountain Dew, Lipton va qolaversa energetik ichimliklar, Adrenalin Rush, Rockstar, Sigma mahsulotlarini ham xarid qilib bemalol sotishingiz mumkin. Ham tijorat, ham aksiya sizniki bo'ladi. Va sizga qulay bo'lishi uchun bizda Telegram bot bor, ya'ni Telegramga kirib, qidiruv tugmasini bosib, trade pastki chiziqcha, promo pastki chiziqcha botni bossangiz, bizning Telegram botimiz kelib chiqadi va siz u yerdan qulay tarzda bizni kuzatib borishingiz mumkin. Buyurtma berishingiz mumkin, kuzatib borishingiz mumkin. Hammasi sizning qulayligingiz uchun ishlab chiqilgan. Siz faqatgina ushbu mahsulotlarni buyurtma bering, soting, ham foyda ko'ring, ham biz tomonimizdan qo'yilgan aksiya sovrinlariga ega bo'ling. Bugun biz Damas logo qo'ygan bo'lsak, 3-yanvar kuni Tracker avtomobili o'yinda bo'ladi. Tracker ham sizniki bo'lishi mumkin. Trackerni agar siz ko'plab ko'proq buyurtmalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, ko'p kuponlarni yig'gan bo'lsangiz, siz ko'plab sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bir emas, ikkalab Tracker avtomobiliga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun sizning savdo nuqtalaringiz bo'lishi kerak. Har bir savdo nuqtada siz xaridlarni amalga oshirgan bo'lishingiz